Qilayotgan mehnatlarimiz, maqsadlarimiz, qilayotgan rejalarimiz hammasi bitta sabab. Lekin hammasi Alloh iznida bo'ladi. Bizani zo'r yengilligimiz bor. Yengillikni sizlarga aytmasam bo'lmaydi. Qarshilikda Wisman Vitadens 200 modeli, ya'ni 49 kilovatdan ikkita, 60 kilovatdan bitta. Biz buni kaskad rejimida ishlatamiz. Kotelimiz to'liq premium darajada bo'lyapti. Klima rummi ko'pchilik tovar oldi sottisi bilan shug'ullanadi deb o'ylashar ekan. Yo'q, unaqa emas. Biz obyekt olib, uni santexnika, отопление va ventilatsiya qismini to'laqonli 0 dan 100 gacha professional montaj ustalari bilan obyektingizni bitirib beramiz. Mahsulotlarimiz ham to'laqonli premium darajadagi nержавейка mahsulotlari, asosiy premium darajadagi Alfa 2 Grundfos nasoslari faqatgina premium mahsulotidan ishlatiladi, foydalaniladi. Sizlarga ham eslatib o'tamizki, katta obyektlar va katta yengilliklar asosida biz to'xtamaymiz, ishlashni davom ettiramiz. Kimga kaskad rejimi qiziq bo'lsa, xudo xolisa bu videoni Nig'mon aka bilan hamkorlikda to'laqonli bitkazganimizdan keyin loyihani yana bitta joylaymiz. Xo'p, kaskad tizimini bilganlar, ma'lumotga ega bo'lganlar, foydasi bor yoki zararligini izohlarda qoldiringlar.